Sen nechinchi kursda o'qiyapsan? 3-kurs. Qachon tugatasan? Keyingi yil Xudo xolasa. Tugatmasdan men seni turizmga zaminista qilib olay hozir. Nima? Men senga o'xshagan odam kerak menga. Bitta narsani bilgin, men shu yonganing kerak menga, yonganing. Aziz, men senga shuncha odam toplayman, mana-ku tayyor. O'zi bu taklif bo'yicha Aziz akamga qanaqa chiqishi bilmayapti. Endi onsoroq bo'ldi. Tez unday ekan deb 3-kurs tarixda birinchi marta qoladi. Lekin bu majlisimizdan Olmazordan esdalik bo'lsin. Bugun O'zbekistonda turizmni qay yo'nalishlari rivojlanyapti-yu, qaysi sohalarida oqsoqliklar mavjud? Hozirgi kunda turizm har bitta sohasi alohida e'tiborga ega, har bitta yo'nalish bo'yicha alohida ishlar olib borilyapti. Kamchiliksiz iloji yo'q. Albatta kamchiliklarimiz bor, bu narsaga biz real qarashimiz kerak. Kamchilik nimadan iborat? Bu asosan shu infrastruktura tizimidagi kamchiliklar. Shu jumladan ham shu infrastrukturani ham rivojlantirish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Ayni davrda har bir sohaga innovatsiyalarni keng tatbiq etish soha rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa turizm sohasini rivojlanishida ham innovatsiyalarni o'rni muhim. Shunday ekan, innovatsiyalarni joriy etishda ham yosh olimlar tomonidan qanaqa yangiliklar olib kirilyapti ushbu sohaga? Juda to'g'ri bo'ldi sizni savolingiz. Turizm sohasida innovatsiya bu juda muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu jumladan ba'zi loyihalar уже amalga oshirilgan. Shu jumladan misol uchun aytishim mumkin, Verum QR degan loyiha ishga tushgan, уже amalga oshyapti. Bu loyiha turistlarga o'zgacha qulaylik yaratadi. Bizga chetdan kelayotgan turistlar hammasida qo'lida telefon bor, smartfon bor. Shu smartfon orqali maxsus QR kodlar orqali ular misol uchun muzeyga borsa, muzey to'g'risida informatsiya olishi mumkin, ma'lumot olishi mumkin. O'sha yon atrof to'g'risida ma'lumot olishga imkoniyat yaratadi. Umuman O'zbekistonda yoshlar turizmini rivojlanishida bir qancha kamchiliklar mavjud edi. Hozirda yoshlar turizmi qay holatda? Juda sust darajada, chunki yoshlar turizmi masalasi unaqa ko'p bo'lmadi ko'tarilganiga. Bu borada buni rivojlantirishimiz uchun ancha mehnat, ancha mashaqqatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu ham ichki turizm, ham tashqaridan keladigan oqim. Asosan bizda shu qo'shni davlatlar, shu O'rta Osiyo qo'shni davlatlarimizdan keladigan yoshlarga biz ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Hozirgi kundagi muammo, eng katta muammo bizdagi joylarni yaxshi yoritilmasligi. Yoritilmagan sababli chet ellarni gapirmayman. Biz o'zimizning aholini gapiramiz. Bizning o'zimizning aholi ham bizda borish mumkin bo'lgan, ko'rish mumkin bo'lgan joylar to'g'risida ma'lumotga ega emas. Reklama qilinmagan. Reklama qilinmagan, ularni marketingi yurg'izilmagan, xalqqa ko'rsatilmagan. Qachon biz mana shu narsalarni o'zimiz o'rganib, shu joylarga o'zimiz borib, u narsani biz ommaviy axborot vositasi orqali yoritadigan bo'lsak, xalq biladi. Qo'shni davlatlarimiz biladi. Mana yoshlar turizmini rivojlantirish bo'yicha prezidentimiz tomonidan ham sizga katta ishonch bildirilgan. Shunday ekan, qanday rejalaringiz bor? Bizda yaqinda biznes forum bo'ldi. Qozog'iston, O'zbekiston xotin-qizlar biznes forumi bo'lib o'tdi. Shu biznes forumda ishtirok etish nasib qilgan ekan. O'tda biz o'sha O'zbekiston turizm salohiyatini prezentatsiya qildik, o'zimizning turizm haqida gapirdik va prezentatsiya yakunida bir tashabbus bilan chiqdim. Tashabbusim shundan iboratki, birinchi O'rta Osiyo yoshlar turizm forumini tashkil qilish bo'ladi bu tashabbus. Bu loyihani biz keyingi yil 2009-yil bahorida tashkil qilish ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda konsepsiya ishlanmoqda. Konsepsiya ishlaganimizdan keyin bizda shu qo'shni 5 ta davlatlar bilan memorandum imzolash ko'zda tutilgan va bu tadbir har yili bo'ladi. Kelasi yil bu loyihani boshlashni maqsad qilib qo'yganmiz.